So'nggi yillarda mamlakatimizda elektr va issiqlik energiyasini yaxshilash borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, chekka hududlarda gaz taqsimlash tarmoqlarini qurish hamda modernizatsiya qilish ishlari orqali aholi xonadonlarining gaz ta'minoti yaxshilanyapti. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. O'rta-Chirchiq tumanida ham aholiga tabiiy gazni barqaror yetkazib berish maqsadida tizimli ishlar davom ettirilmoqda. Xususan, Mustaqillik mahalla fuqarolari yig'ini hududidan o'tuvchi gaz tarmoqlarida keng ko'lamli ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Sho'la ko'chasidagi 500 metr uzunlikdagi, diametri 159 mm bo'lgan yer osti o'rta bosimli gaz quvuri mukammal ta'mirdan chiqarildi. Ushbu yangilash ishlari natijasida hududdagi jami 512 ta xonadonning gaz ta'minoti yaxshilandi. Bu esa ayniqsa qish mavsumida gaz bosimining barqaror bo'lishini ta'minlaydi. Hozirda soha mutaxassislari tomonidan tarmoqni ishga tushirish va xavfsizlik choralarini ko'rish bo'yicha yakuniy ishlar bajarilmoqda. Chekka hududda ijtimoiy xizmat ko'rsatish, gaz ta'minotini yaxshilash, mahallalarni obod va farovon hududga aylantirishda soha vakillarining og'ir va mas'uliyatli xizmati bor, albatta.